Yana ko'proq doimiy qilib turish. Yana oshirishimiz kerak ekan. Bo'ladimi? Ha. Bu farm ilovasi orqali ko'rib chiqamiz yana. Nodot. O'simligimiz tahlil qilinyapti hozir. O'simlik tahlil qilyapti. Pomidor. Unumdor yaxshi yuqumliq. Tuproq holatini ham aytib beryapti. Holati yaxshi oldi. Zarar kunandalar va kasalliklar zarar kunanda fitoturos nam va salqin havodan barg va mevalarda qo'ng'ir dog'lar paydo bo'lishi aytib beryapti. Fungitsid bilan ishg'ol berish va sug'orish nazorat qilish kerak. Fungitsid ishlatilgan. yana ko'proq doimiy qilib turish. Yana oshirishimiz kerak ekan. O'g'itlash. Vegetatsiya davrida azot va fosfor kaliy o'g'itlarni bosqichma-bosqich qo'llash. Azot berdik. O'shalarni ham Kaliy ham vaqtida berdik. qilish kerak, lekin umumiy holati yomon emas.